Assalomu alaykum azizlar. Bu video qilishimdan maqsad o'zi asosan hozirgi yoshlarga, ayrim yoshi kattalarga ham taalluqli bo'lib qoldi. Hozir mana eshikdan chiqib ketdi, onaizor keldi. Qur'on kitob o'zlarini 90 ga kirgan onalariga Qur'on tushirish uchun kirilchadagi bo'lsa ham bering o'qiy deb, xudo xolasa borib arabchasini ham o'rganaman deb turib olib ketdilar niyat qilib. Alloh xayrli qilsin, oson qilsin o'rganishlarini. Shu yerda bir dardlari ochilib ketdi-da. Dardlariga asli o'zimga ham yosh keldi u dardlarni eshitib. Dard deganda qanday dard? Farzandniki. Hozir kelib aytyaptilar. Shu onamga ukam aytganda xafa bo'lgandim. Vaqtim yo'q, borib turib o'zlaring borib kelinglar deb boyagi 90 ga kirgan onaga bemalol boya mashinasida olib chiqib olib kelgin bolam desa, men ishim bor, sizlar vaqtinglar o'zinglar bilan nima bo'lsin, borib mashina ko'cha taksi to'la borib kelinglar debdi. Onaxon o'tib qolibdilar. Endi o'zlarini aytyaptilar. Shu narsa menda qaytaladi. O'g'lim mashinasiga o'tiraman desam, ona oyog'ingizni qoqib o'tiring, turpog'i bilan o'tirmang debdi. Onani oyog'ida yangi o'sha tapchikasini shunday bir kiyib olganlar, juda bir chiroyli. Azizlar, bu tuproqni ertaga topa olamizmi, yo'qmi, Xudo biladi. Bu tuproq ertaga ona desangiz, ha yoqda tursin, oyoqlarini tagidagi tuprog'i topilmay qoladi-da. Shunga sal muomalani ehtiyot qilinglar ona bilan. Bu ona juda qiyin bo'lib qoladi ertaga. Buni javobgarligi ham bo'lsa kerak borgandan keyin yoqqa. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Bu tarbiyadir balkim bir odamlarga qandaydir manfaati tegib qolar yoki mana shu onasini hurmat qila olmay, qilmay, boyagi nima qila olmay yurgan bolalarga balkim sal ko'zi ochilar shu narsani eshitib. Shuni bo'lishkim keldi xullas. Like, podpiska uchun emas, boshqa uchun emas. Shu onalarni xo'rlab qo'ymanglar. Bitta turpog'i bilan emas, loyi bilan chiqmaydimi mashinangga? Loyi bilan, oyog'ini ana axlatlari bilan chiqmaydimi mashinangga? To'ti yoqmaysan mashinangga. Qanday bir